Allohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ilohi amin. Dadamizni o'zing rahmatingga ol, joylarini jannatdan qil. Allohu akbar. Dadajon. Nimaga meni yolg'iz tashlab ketdingiz, dada? Endi men nima qilaman, dadajon? Sadriddin, Labi xo'jayin. hozir ikkita mehmon keladi. Kutib olishing kerak. Xo'p. Ha? Nega dovdiryapsan? Yo'q, Tinchlikmi? Aha, tinchlik. Undan keyin haligi men aytgan hujjatlarni tayyorlab qo'y. Xo'p. Yana bir gap. Aha. Hoppa. Assalomu alaykum. Hozir? Hozir odam tushiraman. Kelishibdi, bor kutib ol. Xo'p bo'ladi. Kiring. Xo'jayin keldilar. Marhamat. Assalomu alaykum, Muxtor Va Saminovich. alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, birodar. Yaxshi. Marhamat, o'tiring. Senga ruxsat. Ha, xo'p. Qani ilohi omin, tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Oldingizga bir masala bilan kelgandim. Qulog'im sizda. Xayriyat. Ko'rmabdi.
oyijon, dadajon, xudoyim o'zing kechir, ammo men ularsiz qanday yashayman? Qizim, agar shu xatni o'qiyotgan bo'lsang, demak, men bu dunyodan ketgan bo'laman. Sendan o'tinib so'rayman. Meni o'ylab o'zingni qiynama. To'yingni tezlashtirganimni sababini ham endi o'zing anglagandirsan. Har bir ota-ona bolam ortimda qolsin deb duo qiladi. Biz onang bilan hamisha shunday duo qilganmiz. Men onangning oldiga ketdim. Orzuyim seni kelinchak libosida ko'rish edi. Bu baxtga ham erishdim. Eringni sev. Baxtli, saodatli umr kechir. Bir narsa yodingda bo'lsin. Hayot shudgorlangan yerga o'xshaydi. Unga nima eksang, bir kuni o'shaning hosilini terib olasan. Tiriklik insonni boshi berk ko'chalarga boshlab ketadi. Ammo uni faqat iroda, sabr va halollik qutqaradi. Men bunga o'z hayotimda ko'p bora amin bo'ldim. Yoningda seni yaxshi ko'ruvchi ering bor. Qolaversa, biz seni onang bilan hamisha omadli bo'lishingni istaganmiz. Otang. Nargiza? Nargiza? Assalomu alaykum. Xafa bo'lmay o'tiribsanmi? Keling, amma. Olsang-chi, Nargiz. Sobir aka. Maftuna. O'zingmisan? Tasodifni qara. Ay jigarim. Jigarim. To'yni o'tkaza olaman deb doktorlarni ham gapiga quloq solmadi-ya. Shuncha mol davlatni yig'ib o'zi bahri olmay ketdi-ya. Men ham mekriga to'yolmay qoldim. Shuncha mol mulk kimga qoladi endi?
jigarim, jigarim. Voy bevaqt ketgan jigarim, jigarim. Kelganingni eshitgandim. Tashvish bilan bo'lib o'tolmadim. Amakim yaxshimilar? Yaxshilar, rahmat. O'zgarib ketibsiz. Qaysi ma'noda? Ulg'ayibsiz. Ha, aytganday. Uylanibsiz. Tabriklayman. Ha, uylandim. Rahmat. Men uni taniymanmi? Menimcha eslamasang kerak. Lekin yoshligida bizniki juda ham ko'p kelardi. Ha, xolam ham shunaqa deganday bo'lgandilar, lekin men nimagadir esla olmadim. Balki ko'rsam eslarman. Butunlay qaytdinglarmi? Dadam butunlay qaytdilar. Men esa yana qaytib ketsammi deb turibman. Nimaga? O'qishing tugamadimi? Yo'q, o'qishim tugashga tugadi. Lekin faqat men bu yerda umid qilib kelgan firma yopilib ketibdi. Shunga yana avvalgi ishimga qaytmoqchiman. Maftuna, sen juda ham yaxshi modelyersan. Senga shu yerning o'zida ham juda ham ish ko'p. Qolaversa, dadang bilan ishlasang bo'ladi. Yo o'zing xohlamayapsanmi? Yo'q. Dadam bilan didimiz bir-biriga ko'pincha to'g'ri kelmaydi. Bahslashib qolmaslik uchun ishlamaganimiz ma'qul. Ha, o'ziga xossan. Sen bilan murosa qilish oson emas. O'shanda ham biroz indamay ketib qolganding. To'g'risini aytsam, o'shanda ketib qolganimga afsuslanaman. Lekin endi kech. Keldingmi? Ha, keldim. Xo'sh, Mana, nima bu? A'zam G'iyosovich kompaniyasi haqida ma'lumot. Ha. Xo'sh. Kimga tegishli ekan? Aniqladingmi? Buni iloji bo'lmadi. Ular hamma narsani sir tutishyapti. Qiziq. Ularning orqasida kim turgan ekan? Bu kompaniya bozorni egallashga jiddiy kirishganga o'xshaydi. Men ham shu fikrdaman. Kompaniya haqidagi ma'lumotlar yo'qligiga qaraganda, uning orqasida katta sarmoyadorlar turganga o'xshaydi. Demak, A'zam G'iyosovich katta odam bo'lib qaytibdi-da. Buni qaranglar. Bir paytlar yugurdaklik qilib yurgan bola bugun yurtimizdagi butun yengil sanoatni o'z qo'liga olmoqchi. Shunday bo'lishini kim o'ylabdi deysan? Sadriddinboy.
Dadajon, bitta gap aytaymi? Ha, Haligi yaqinda meni tug'ilgan kunim-ku. O'shanga nima berasiz? bilmasam, nima sovg'a qilay? Syurpriz bo'lsin. Xo'p, Bilasizmi dada, menga kitoblar, hikoyalar, rasmi bor ertaklar juda yoqadi. yo'q-ey. Lekin bu aytganlarimning hammasi Xo'sh, kompyuterda, ya'ni internetda haligi aytaver. Qalay? Ana shunday. menga noutbuk sovg'a qila qoling. Noutbukka hali ertaroq emasmi, qizim? Uyda kompyuter bor-ku. Uni akam bermaydilar. Iltimos, menga ham olib bera qoling. Dadajon. Ha? Eshityapsizmi? Dada, Eshtyapman, gapiray. bu dunyoda yo'qligingizga endi qanday ko'nikaman? Senga hayronman. Axir o'zing qaytamiz deb holi jonimga qo'ymading. Endi esa ketaman deysan. Men axir butun ishimni shu yerga ko'chirib bo'lganman. Qanday qilib tashab ketaman? Dada, men siz ham keting deyotganim yo'q, o'zim ketaman. Menga qara. Nima bo'ldi o'zi? Nega birdan ketamanga tushib qolding? Modalar festivalini o'tkazaman deb kelganding-ku. Ketishingni sababini bilsam bo'ladimi? Sababi yo'q. O'zim bu yerda zerikib qoldim. Bir oy bo'lmasdan, ha? Ha, bir oy bo'lmasdan. Menga o'zimning ishim yaxshidek tuyulyapti. Mayli, sen yaxshilab o'ylab ko'r. Keyin yana gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p. Judayam erka qilib yuborgansiz qizingizni. O'zi-ku qaytamiz deb holi jonimizga qo'ymadi. Mazza qilib yashab yurgandik. Endi ketamizmish. Nargizaxon. Nargiza. Nargiza, keling. Keling, o'tiring. Bir piyola choy ichib oling. O'tiring. Ovqatni o'zim qilaman. Voy, uf. Dadam bir og'iz aytmasdan menga bir og'iz aytmadilar. So'nggi so'zlarni ham armon qilib ketdilar. G'aflatda qoldim, oyijon. Bo'lama. Ota-onani o'tmog'i meros. Mana bizni ham ota-onamiz o'tdi ketdi. Nima ham qila olardik? Dadangiz sizni o'ylagan.
siqilmasin degan. Keling. Bir piyola choydan ichib oling, o'zingizga kelasiz. Ertalabdan beri hech narsa yeganingiz yo'q. Oling bolam, oling. Do'stim, bir ko'ngil yozsang-chi. Komil, hozir o'zimni emas, Nargizani ko'nglini yozishim kerak. U ko'nika olmayapti. Men ham siqilib yuribman. Aytdim-ku qilgan qilig'ini. Telegramda gruppada eski qadrdonlar bilan topishib olibdi. Telefondan boshini ko'tarmaydi. Hatto yonda o'tirganim esdan chiqib qolibdi. Oxir telefonni tortib olib qarasam, 3 oy avval Nigorani telefonni tortib olib, mana shunaqa orani ochiq qilganding. Endi navbat Nasibaga keldimi? Abba. O'zi seni maqsading nima? Turmush o'rtoq izlayapsanmi yo telefon cho'qalamaydigan qizmi? Telefon ko'r, hol so'r. Bu hozirgi zamon maqoli. Bilsang, qizlarning telefoni o'zlarini fosh qiladigan qurol. Men shu quroldan ustamonlik bilan foydalanmoqchiman. Komil, gul olsammikin, ha? Kuyov bola. Ha? Kelini xursand qilmoqchisiz shekilli. Har kun dadasini o'ylayverib yig'layapti. Balki ko'ngli ko'tarilar. Bilmadim-u, ammo yangi kuyovsan. Irshayib gul ko'tarib kirgani uyalmaysanmi? Tug'ilgan kun bo'lsa ham mayli edi. Otaning nima deyishadi? Ha, to'g'ri. Shirinlik ol. Shirinlikdan kayfiyat ko'tariladi. Hoy, menga qara, shirinlik yeyman desa, uy to'la shirinlik. Unda sevimli filmini olib bor. Birgalashib mazza qilib ko'rasizlar. Sen yaxshi-chi? Komediya bor. Mazza qilib kulasizlar. Yo'q, Komil. Hozirgi kayfiyatida bu komediya to'g'ri kelmaydi. Undan ko'ra eng yaxshi ko'rgan kitobini olib boraman. Qaysi ekan? Gapira qol. Senga nima? Voy bu. Undan ko'ra ayt, kitob do'koni qayerda? Hayda. To'g'rigami? Ha. Xo'p. Nega 1 yildan keyin berasan dedi. Qanday xat ekan bu? Nargizaga aytsammikan? Yo'q. Yaxshisi Sa'd akani vasiyatini bajargan ma'qul. 1 yil bo'lsa 1 yilda.